Mana o'sha dunyoga mashhur Portugaliyadagi va dunyodagi eng chiroyli deb tan olingan vokzal. Bu vokzal Portugaliya tarixida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun butun dunyodan sayyohlar keladi. Bu São Bento vokzaliga 20 mingdan ortiq plitkalar, mana kafilga o'xshash plitkalar joylangan va bular har biri Portugaliya tarixidagi bir muhim voqea hodisalarni eslatib turadi. Bu vokzal 1900-yilda tugatilgan. Bunda juda ko'p vaqtdan beri saqlanib qolingan, o'sha eski holida. Qancha vaqt o'tsa ham, yangi qurilishlar bo'lsa ham bu vokzal saqlanib qolingan. Mana ichkarida ham hali ham poyezdlar kelib turibdi. Mana shu joy dunyodagi eng chiroyli vokzal deb tan olingan. Bu nafaqat yo'lovchilar, balki turistlar uchun ham turistlar keladigan bir qiziqarli joy. Portugaliya Portoga va Portodagi mashhur dunyodagi eng chiroyli vokzallardan biri hisoblangan Portoni São Bento vokzaliga mana siz kelibsiz. Portugaliyaga, Yevropaga kelsangiz kelib tomosha qilishingizni tavsiya qilaman.